qilsin, nasibsan ko'p yillar xalq undan manfaat ko'rsin, foydasini ko'rsin, nasibsan masho qilinayotgan ehsonlarni ko'ngillaridan chiqargan barcha kishilarning Alloh subhanahu ko'ngillariga nima Allohdan ezgi tilaklar bo'lsa shu bandalarning murodlarini, hosil hojatlarini, mashq qilayotgan xizmatlarini hammalarga o'ziga rozi bo'lgin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد على آله وصحبه أجمعين برحمتك o'ziga tavakkal qilamiz. Avval ishlarimizni o'nglasin, xayrli qilsin, barakatli qilsin. Rasmat texnikalarni yurib ketsin, Allohlar tez kunlarda mana Alloh ishlarimiz poyog'iga yetsin, nasib mana shunday farovonlik Alloh sonda yaxshi Alloh islohot ishlari qishlog'imizda bardavom bo'lsin. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Yildan yil oshmoqda vatanım dong'u, yashangiz, yashnangiz abadiy mangu, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, yer yuzida odil qonun bizda bor, irqi millat demas hamma do'sti yor, ilmi hunar er xotinga barobar, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, yurtboshimiz prezidentni ko'rsangiz, bir o'ltirib suhbatida bo'lsangiz, har bir so'zi qandoq asal bilsangiz, shirinsuxon xalqing bor, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, o'zbek ilm mathin kuylayin har on, oq qoldin davrig'ing tillarda doston, Allohim mehribon insonga posbon, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, texnika ko'rsatar yerga kuchini, ko'kda tinmay uchar o'zbek lochini, prezidentim chindan sevar xalqini, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, odam baland tog'ning qori asla orimas, bizda odam yuzga kirsa qarimas, suv ko'paydi endi ekin qurmas, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, yoshi qari o'qib bilim oldilar, kambag'al yo'q hamma boy bo'lib qoldilar, davlat qo'shi har bir boshqa qo'ndilar, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, odamlari erkin uchar havoda, yerdagilar asla yurmas piyoda, bunday davr o'tgan emas dunyoda, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, Furqat bobom yozdi davrini nolishlab, men yozayin davrimizni olqishlab, prezidentim borar doim yo'l boshlab, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, xalqimizda sun'iy dengiz qurmoqda, keksalarni yoshlar hurmat qilmoqda, hur diyorim 31 ga to'lmoqda, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, she'r yozayin kelsa ilhom parisi, namoz ham bo'lib tur yoshi qarrisi, o'zbegim imondek asl bobosi, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, rahmat etib Allohga. Allohu akbar. Alhamdulillah. Vassalamu ala rasulillah. Ey barqada, o'zing olam parvardigasan, o'zing yer osmoni orasidan nurisan, o'zing Alloh subhanahu va taolo yer osmondagi qoyim turguvchisan, o'zing yer osmonining Robbisan. Parvardigar o'zingga hamd sanolar bilan aytamizki, mana Alloh subhanahu va taolo uzoq mana shu qishloqlardagi bizning qishloqlarda ham Alloh o'zingning bir baytingni nasib qilding, mana bizlarning xizmatlarimizga berib qo'yding. Illo Alloh subhanahu va taolo mana shu yurtboshimizning Alloh subhanahu va taolo boshlig'idan Alloh u kishining Alloh subhanahu rahmatida Alloh ko'p islohot ishlari olib borilyapti. Xasosan Alloh taolo mana qishloqlarimizga ham e'tibor berdi. Ko'chalarimiz ravon, tekis, asfalt bilan yotqizildi. Nasib Allah mana shu yaxshi manfaat va naf olib turibmiz. Inshaalloh Alloh subhanahu mana shunday yurtning asoyishli xotirjamlik, ravnaqi uchun mana shu yurtdoshimizga ham kuch-quvvat bersin, kuch-quvvatlar bersin. Nasib Alloh o'zi dargohidan yana bunda ham boshqa yaxshi islohlar, qulayliklar narsa yaratilsin. O'zining dargohidan qilamiz mana shu yaxshilik, ezgulik ishlar hammamiz birlashaylik. Alloh subhanahu mana shunday islohotlarda qilishda Alloh subhanahu va taolo mana shu hattotan qishlog'imizdagi rahbarlari mana Alloh subhanahu Sarvarjon ham ko'p hissalar qo'shyapti. Albatta bu kishiga ham kuch-quvvat bersin. Alloh subhanahu mana shunday ishlarimizni Alloh bardavom qilsin, xayrli qilsin nasibda. O'zining dargohidan umid qilamiz. Bu yilga keladigan kuzlarimiz, qishlarimiz, bahorlarimizga yog'ingarchiligini umid qilamiz. To'g'larimiz mo'l bo'lsin. Alloh subhanahu o'zi dala dashtlarga ekib tikkan mana paxtalarga ham Alloh dehqonlarimiz umid qilib turibdi. G'oyibdan bizlarga suv yuvorim naslda paxtalarimizni ham Alloh subhanahu planlarini bajarib, hammalarning yuzlarini yorug' qilsin. Har kimning ko'ngildagi nima ezgi tilak arzumadasi Alloh yordamida bo'lsin. Murodlarimiz hosil hojani barcha mushkullarimizni o'zi oson aylasin. Vassalatu vassalam ala rasuli Muhammadin alayhi va sallam.